Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Farg'ona viloyati So'x tumanidamiz. Xonadon uchun 40 kilovatli quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yish jarayonini boshlaganmiz. E'tibor bersalaring, mana karkazlarimiz janubga qaratilgan. Uyda joylashuvi ozgina mana shunaqa holatda bo'lgani uchun panellarimiz janubga qaratilib, endi bu ko'p ham yondan ko'rinadi, panel qo'yganimizda ko'riladi. İşlerimiz davom etyapti. Qolgan qismini tomni bu qismlariga qo'yib chiqqanmiz mana. Shunaqa mustahkam baquvvat qilib qilinyapti ishlarimiz. Panellarimiz olinyapti. Panellarimizni qotirishni boshladik. Bu ish bilan birgalikda parallel ravishda montaj ishlarini ham pastda boshlaganmiz. Ularni ham ko'rsatib o'taman. İşlerimiz yakuniga yetkazdirdik. Panellarimiz joylashuvini ko'ryapsizlar mana. Janubga to'g'ri qaragan 180 gradusda. Shunaqa sifatli, chiroyli qilib bitkizdik. Xo'p, oxirida ma'lumotlar berib o'taman deganman. Panellarimiz Jinko. Xo'p, inverterimiz Deya. Xo'p, o'zining shitlari, zashtalari, zazemleniya ishlari to'liq amalga oshirilgan. Mana ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana shu simlardan bir-biriga katinka sim deydi buni. Ko'pchilik biladi. Zazimleniya olib ketilgan. To'liq naryoqlar ham zazimleniya qilingan hammasi. Simlar ko'rib turibsizlar, mana bir-biriga bog'liqligi bor. Panellarimiz ham zazimleniya qilingan, shitlarimiz ham zazimleniya ishlari amalga oshirilgan. Panellarimiz Jinko. 625 vatli panellar. Umumiy quvvati 40 kilovatli quyosh elektr stansiyamiz bu. Hop, inverterimiz ham 40 kilovat, lekin zapasniy mощности bor buni. Ko'pchilik biladi. 52 kilovatgacha ishlatsa bo'ladi. Bu degani yana hop, tomimizda, mana bu qismida joy qolgan 10 kilovat yana qo'shib ishlatish mumkin. 50 kilovat qilib ishlatish mumkin. Loyiha ishlari, hop, счетчикlarni bir fazadan 3 fazaga almashtirish ishlari hammasi amalga oshirilgan. So'x tumanida xudo xolasa havo ochiq. Endi ozgina quyoshimizni bulut to'sib turibdi, lekin shunda bo'lsa ham sizlarga hozir necha kilovat ishlab turganini ko'rsataman. Umumiy quvvati mana 19 kilovat. Yoqqanimizda bu 24 kilovat bilan ishlagan, 31 kilovat bilan ishlagan oxiriga borib. Hozir bu yerda 19 kilovat, 18 kilovat ishlab turibdi. Ishlab turgan quvvatini ko'rsalaring bo'ladi shundan. Ishlarimiz mana shunaqa chiroyli amalga oshirildi. Hurmatli kuzatuvchilar, ishlarimizni mana shunaqa sifatli qilib yakuniga yetkazdirdik. Xonadon egalariga topshiryapmiz. Ko'rib turgan raqamlaring bilan bog'laninglar. Mana shunaqa sifatli ishlarni sizlarga chiroyli qilib amalga oshirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.